Maqsud Muhitining izbasar o'g'li Anvar Muhiti. Anvar Muhiti Maqsud Muhitining cho'ng o'g'li edi. U 1916-yili hozirgi Turpan Ostonining G'o'jamaldi mahallasida dunyoga kelgan. 31 yoshda o'g'il farzand yuzi ko'rgan Maqsud Muhiti uni o'ziga izbasar qilish uchun ko'p ajr singdirgan edi. Anvar 1923-yilgacha oila tarbiyasida bo'lgandan keyin 1923-yildan 1928-yilgacha dadisi Ostonada ochgan yangicha zamonaviy maktab Maqsudiya maktabida 1928-yildan 1930-yilgacha Murat Efendi ochgan diniy maktabda o'qigan. Ayni chaqda Maqsud Muhiti Murat Efendini Cho'chakdan Turpanga taklif qilib akelgan edi. Turpandagi Uyg'ur xalqi Murat Efendining ilmda va bilimda kamolatga yetgan kishi ekanligini his qilishib, uni Turpanda turib kelishga qoyil qilmoqchi bo'lgan. Lekin bu chaqda Murat Efendining Uyg'urlar ichidagi inovatining kun sayin o'sib ketayotganini sezib qolgan militarist Jinshurin Murat Efendining Turpandagi oqartish ishlariga to'sqinlik qilishga boshlagan. Uning ustiga bu chaqda Maqsud Muhiti Moskvaga savdo qilishga ketib qolgan bo'lg'ashqa Murat Efendi Cho'chak qaytib kelmoqchi bo'lgan. Anvarmu shu tufaylidan birer yildak o'qishini to'xtatishga majbur bo'lgan. Anvar Muhiti kichigidilla dadisiga o'xshash o'tkir fikrlik va ziyrak cho'ng bo'lg'ashqa dadisi uni o'ziga izbasar qilish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatgan edi. Bu jarayonda Maqsud Muhiti uni har xil ilmiy suhbatlarga qatnashtirib, o'g'lining bilim egallishiga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirib o'tgan edi. Maqsud Muhiti Murat Efendining Cho'chak qaytib ketgan xabarini anglabla shu yili kuzda muddatdan burun Moskvadan Turpanga qaytib kelgan. Chunki u orzuliq o'g'lining o'qishsiz qilishini xohlamaydi. 1931-yili atiyozda Maqsud Muhiti o'z o'g'illaridan Anvar va Abdurashid bilan qiyin inisi Qosim Persani to'gi karvoniga qo'shib nurg'un cho'ka oltinlar bilan Jiroq Kenjindagi chet el harbiy maktabiga o'qishga mangdirgan. Baxtga qarshi ular Lanjuga yetib kelganda Tungan bandit Majungning ularning mol dunyolarini va butun karvonni bulang-talang qilib qolmay, yana texi ularni pat arada Qumul Turpanga qilgan yurishda majburiy hamroh qilib Qumul Turpanlarga elib chiqqan. Majungning Sharqiy Turkistonga yaqinlashganda ayg'oqchilaridan bu ikki akifkining va ularning jamoatining shu chaqdagi Uyg'ur milliy mustaqillik inqilobchilarining g'olliq rahbarlari ekanligidan xabardor bo'lgan hamon birdilla ularga do'stona muomala qilib, ularni Xo'janiyaz hojimlarga salomat topshirib bergan. Shuningdan keyin Anvar Muhiti Xo'janiyaz hojiga qo'shilib inqilobga qatnashgan. 1933-yili 8-mart Atsin Lükçün sepili yinida Xo'janiyaz hojini qutqizish yo'lida shahid bo'lgandan keyin u tag'isi Mahmud Muhitiga agishib Qashqargacha birga yurish qilgan. 1934-yili atiyozda Milliy ozodlik inqilobi mag'lubiyatga uchirganda u tag'isi bilan Qashqarda turishni tanlagan. Mahmud Muhiti uni 1934-yili kuzdagi tunji qaror Uyg'ur o'quvchilar qatorida Toshkentga o'qishga chiqargan. Anvar Muhiti Toshkentdagi mashhur O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. U 1936-yilda a'lo natija bilan o'qish bitirib, vatanga qaytib kelganda Xo'janiyaz hojining tavsiya qilishi bilan Urumchi shaharlik 6-o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. 1937-yili 4-aprel general Mahmud Muhitining Hindistonga chiqib ketgan xabari Shingsayga yetgandan keyin Muhitilar jamoatining sarxillari o'zlari turishliq viloyatlardagi g'olchilar tarafidan nazarband va qistoqqa ilinishga boshlagan. Maqsud Muhitining qotili Shingsay Anvarni eng oxirida tutqun qilib 1939-yili kuzda uni xoinning avlodi deb haqoratlab turmaga tashlagan.
Anvar Shingsayning bevosita so'roqlash jarayonida Shingsayni qattiq mat qilib, o'ng'aysiz holga tushirib qo'ygan. 24 yoshlik yosh yigitning oldida butunlay pasib o'rniga tushib qolganini oz deb, yana texi uning ko'zlaridan chachrab turgan intiqom o'tidan teni shurkinib ketgan Xitoy g'alcha Shingsay Anvar Muhitini 1940-yili 8-mart qattiq qiynab o'ltirgizib etgan. Jallat Shingsay 1933-yili 8-mart Maqsud Muhitini qurol kuchiga tayinib yo'qotdi. 4 kundan keyin Abduxoliq Uyg'urni ko'zdan yo'qotdi. Maqsud Muhitining cho'ng o'g'li Anvarni 1940-yili 8-mart kuni turmada qiynab o'ltiribmi, yanada xotirjam bo'la olmay, shu yilning ma'lum bir kuni Anvarning qarindishi Abdurashid Muhitini qon chiqarmay ko'zdan yo'qotish maqsadiga yetdi. Lekin Shingsay Muhitilar jamiyatining qo'lliq tayanch shaxslarini yo'qota olgan bilan ulardagi milliy mustaqillik ruhi, milliy ruh va asoratga qarshi kurash qilish ruhini asla yo'qota olmadi. Dal aksicha ulardagi bu xil jangovar va haqqoniyat ruhi Turpandan tez suratda Tarim va Yarish vodisiga tarqalib 1944-yili 9-oyda Jallat Shingsayni 11 yillik taxtidan g'olitib tashladi.